Eyvetiyiz tuğlar, kar yağdı en alan. Eyvetiyiz tuğlar, kar yağdı en alan. Yaz vaktida kar kürüş, yaş kız çakka kut vısal. Yaş kız çakka kut vısal. Yaz vaktida kar kürüş, yaş kız çakka kut vısal. Yaş kız çakka kut vısal. Küzün kara bulgaçka, ak çeçimga göz tiktin. Ak çeçimga göz tiktin. Ak çeçimga göz tiktin. Geçildi işen yar, ak çeçimdin ak bəxtin. Ak çeçimdin ak bəxtin. Geçildi işen yar, ak çeçimdin ak bəxtin. Ak çeçimdin ak bəxtin. Çeçimdin cüp aklığa özgersek, cüp aklığa özgersek, cüp aklığa özgersek. İki tal ak çeçimdin cüp aklığa özgersek, cüp aklığa Kara yerge tenkirsek, kara yerge tenkirsek. Yolumuz ak bulmandı, kara yerge tenkirsek, kara yerge tenkirsek. Çeçimdin ak dılga yar, gözlerini salmaydı, gözlerini salmaydı, gözlerini salmaydı. Endi yarının derdinde kara çeçim kalmaydı, kara çeçim kalmaydı. Göz taşlıma pes yerge, emrayı bul kalgaşını, emrayı bul kalgaşını. Niyet kara bulmasa, karı çağlık ak çaşını, karı çağlık ak çaşını. Kar çağlık ak çaşını. Rahmet Eskar. Abdan tudulma, yaxşı. Bu pek çıraylık nakşokta. Tekst deyimiz, müziksini tatip. Aldı bilen bu Eskar inimiz mening eng yaxshi ko'radigan inimning birisi. Onasiga bek tirishchan. Buning tirishchanligini hammamiz bilamiz.
kichigidilla bizga o'xshash ustozlarni voy aka deb hammamizni hurmat qildi asosiyatdan. Ondan keyin har qanday muzika qo'liga chiqsa bunidan qechib qutulolmaydi. Zodi universal bir inim bu. Shunda yaxshi bir naqsha kelsa ekan. Rahmat. Xo'sh bo'ldik. Rahmat. Bundan keyin san'at hayotingdan gullar unsin ekan. Rahmat. Rahmat aka. Sizga umring uzun bo'lsin. Bu naqshni tekstini mening shu yaxshi akam, ustoz akamiz Muxtar Bo'ra yozib bergan edi. Aldirash qilib saldim, yaragan bo'lsa, shunga xo'shman. Rahmat. Arvanta yardı bizga. Aqchash degan yerda bizlar rakam yozganini bilib olganmiz. Yaramasa aytmayman uni. Sizning chechingni aqaga o'tirib turgan diqqat qilmoqman. Askarkamni yaxshi ko'ramiz. Biza ustozlar, me'morlar, shaxsan bizningki davrdoshlarimizningki ustoz yo'lliq, bizga ulgu yo'lliq, ilhom yo'lliq akam bu. Mayli ijodiyat jihati bo'lsin, naqsh ijro qilishda bo'lsin, har jihatda ish qilib Asqarka ko'z tengmisin. Davomli ishlaring o'ng'ishli bo'lsin, davomli shunday yaxshi akukulardan bo'lib o'tishimizni hammamiz umid qilamiz. Rahmat ukam, rahmat. Hamma Asqarkamga alaydi rahmatim bor. Haqiqatan endi Asqarkam Ipak Yo'li Sadasi programmasini qo'llash bilan birga o'zi ayrim numara chiqish bilan birga albatta Umarjonkamninki Narat degan naqshiga shunda voyaga yetkazib, tambir musiqalarni shunda jalb qilib paydo ko'rtlashtirish xizmatini men qildim. Kangri degan naqshingiz uchun, musiqangiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. O'zimning ishida hammasi. Men chiqay. Ma'ay deb tursam. Niyet Niyet qarab olmasa bu Aqchashning qari chaqliq degan bir misrani anglab qoldim. Aqchashning. Şunun qaragan vaqtida bu chechimizning oqliqi bu hech qanday bizning yoshimizga ta'sir ko'rsatmaydi ki. Mushu timini yo'ritib berganligi uchun Asqar Muxtarga chin yuragimda rahmat aytaman. Rahmat aka. Ko'pincha odamlar Asqar Muxtar desa, mening o'g'limniki deydi. Lekin hamda mening o'g'limga o'xshash, lekin ijodiyatda bu ikkimiz haqiqatan ko'p hamkorlashgan. Ham bunday kimmi ko'p hamkorlashimiz deb qarayman. Rahmat aka. Chatav yo'q. Asqar Muxtar hamda haqiqatan shu bizningki naqsh san'atida o'zining yoshligiga boqmay o'chmas to'p qo'shib kelayotgan san'atkorlarimizning birisi. Artık gapni qiyg'im yo'q. Necha vaqtdan beri o'zining ovozini daston qilib bizga yuragimizga tekkizayotgan mayirlarga bir yeşil kartı berib kelayotgan bizning Ipak Yo'li Sadasi men emas. Biz Ipak Yo'li Sadasi programmasi nomidan Asqar Muxtarga kelar qitim 9-cı qarar Ipak Yo'li Sadasi o'tkazilib qolsa, mushu qizil o'rindiqdan birini tanlab olish fursati bermoqchi. Hozirlaman jokali o'tay. 9-cı navbatlik Ipak Yo'li Sadasi programmasining bir ustozi mushu Asqar Muxtar bo'ladi. Rahmat. Rahmat aka. Yeşil karta berildi amca. Akamniki meni loyiq ko'rib shunday deganiga ko'pdan ko'p rahmat. Bu mas'uliyati og'ir bir ish bo'lganligi uchun texnik tirishga loyiq aka. Umidingiz yerda qo'ymayman. Yaxshi bo'lib chiqib ketasiz. Rahmat. Rahmat amca. Alqışlı bilan yanlarınızı. Rahmat. Men shu günni aka, ma günni siz menga bergandikin, ma günmen shu bir ustozimga berib olgan bo'lsam. Menga beri. Ulardan olim aytganda beri. Hammaga birey desam, bir qalsa shuni xato oladi.
Bizga yüz koydum olsun mektubu. Ömrünüz uzun olsun. Cevap bergen bolsak ustozlar, rahmat.